Mineki günümüz senin berşi ağay tuğan tuğskalların, şora joldaşların, korku kurdasların, dayıların, jeyillerin, bölülerin, ağaların, apaların, jenelerin, enilerin, senilerin şahsiyetini bildirdi. Endi Rakaşan sizin mineki usunday derecege jetkirgen ata-anana, ata-enеңе, kelip turgan berşi ağay tuğan tuğskallarına, şora joldaşlarına, berşi ağaylarına şahsiyetinizdi sizden esimiz keledi. Nöbet sizge. Assalamu alaikum. Rahmat dairesi ziyaretinden tanıştık. Tamam, toyda teşkil ettiğinizde hamma seviyasida to'y bo'laversin. Hammaga baxt tilayman. Rahmat. Rahmet, qo'l shafalaq bo'lsin ag'aylar. Rahatchan aytgan tilaklar qabul bo'lsin. Rahat yulduzga sovg'am bo'lsa, bering. Barma sovg'a? Ane sovg'a degan. Rahmet. Rahat to'y o'tdimi? Manalarga rahmetni aytmaysanmi? Rahmet, sog' bo'linglar. To'y o'tganning o'zi sonday bo'ladi. Rahmet. Bugün senin baxit to'ying o'ylan kelin demişti navbatda Yulduz sizga kelib jetdi. Sizning de barcha ag'ay tuğan tuğskallarning shaxsiyatini bildirib ketdi. Endi sizda da mineki shunday darajaga yetkazgan ata-ananga, ata-enеңе barcha kelib atgan ag'ay tuğan tuğskananga degan bir shaxsiyatimizni sizdan esimiz keladi. Navbat sizga. Ata-anama, ata-enеңе rahmat aytaman. Bugün konuşmasının sebepçisi ve ağayları silap dinleyen dostlarga, kurdaslarga hammaga rahmet. Hammaga baksana şahsiyet toylarga barmaymiz. Qo'l shafalaq mineki. Alenda rahmet. Yulduz o'zing bilasan aytsam kulasың deydi. Qo'ng'usundan nan algandan keyin ertaga jaugandan keyin qaytib beru kerak. Marhamat, savg'anды algan bo'lsang qaytib bergeyli. Ana savg'alar, ana savg'a. Voy, barakallah. Rahmet, qo'l shafalaq bo'lsin. Rahmet. Ana. Savg'a. Rahmet. Rahat savg'aсын boshqacha qilib, mana qo'ng'usundan nan algandan keyin ertaga qaytib beru kerak sharti bilan bana tandırdan alsa, polguna qaytib beradi miydi o? Alında barcha kelib atgan ag'aylar, mineki to'yimizning bo'lganidan bo'ladi qiziq deb. Polat agamiz bilan Zinaxon apamizning shang'arog'ida yana de bir shang'aroq qo'shildi. Ол da bo'lsa Rahat bilan Yulduz. O'z кезегimizde Rahat, Yulduz bugungi to'yimizni berib atgan Maksima kafemizning atlan, Ansambl Cemiyetimizin atlan, kameraşı jigitlerimizin, fotograf jigitlerimizin atımızdan, barchaning atlan, şahsi özümün atlan sizlarga baxt tilab qolamiz. Rahatchan Yulduz baxtli bo'lin, ömürlük shug'uli bo'lin. Xudo qalasa ko'p uzamay shu Yulduzning qapqara evi saf-sari boqqa batib o'tirgan alla to'ylarida xizmat qilamiz. Mening tilagim algan beziklerin Xudo qalasa altından bo'lsin, tübeki kümüşten bo'lsin, sümege birinchi murski bo'lsin, odan keyin обязательно женский bo'lsin Xudoyim. Mineki turimiz gibi adamlarga bildirmey so'qtirmay jarga uy degan qo'shaliq arba mine usundaydan quraladi deydi. Ullu to'yda bergen shaxsi, yil xalqni jiygan shaxsi, to'ylar üstünde to'ylar bo'lib, to'ydan ertaroq uyga qaytgan shaxsi deydi ag'aylar. Al endi mineki usumene to'yimizni shumaqlaymiz. Kelgan uchun rahmet, o'ynaganimiz uchun rahmet, uylaringizga qaytib bora turganingiz uchun odan beter rahmet. Shoshmaylar, baxt valisini minnat etamiz. Ustagandiki. Kaldı biz
Rahmet, salamat olun tağda.